Aka ukalar 10-priz 5 kilo 700 tarozida. Bu yil bir tulak ko'pdi aka ukalar. Aka ukalar buni bitta o'zini 40 ta beretga qo'yib bersam ham odamlar kayf qilib o'ynaydi aka ukalar. Bir ko'z jonivor. Aka ukalar puli kayf berganda ham sotilmagan. Men sizlar uchun har do'shga qo'yib beryapman. Tomosha qilib maza qilinglar. Jo'jali o'rishgan syomkalari bor, qarab beraman. O'zi ham 4 ta makiyonda krassavchi bo'lib tulab chiqdi aka ukalar. Joning sog' bo'lsin. Birovi ham kaltagi ham haqiqiy pechat. Aka ukalar nima deydi? Bunaqasi yerimizda yo'q aka ukalar. Bunaqasini tomosha qilib maza qilinglar. Haqiqiy xo'rozni o'g'il bolasi. Buni o'ynasa ham bo'laveradi aka ukalar. Buni balasini olgan men rahmatini aytadi. Buni ballarini kimga bersa ham o'ta rahmat aytadi. Men bu yilgilarni buni ballarini qarshi yo'lladim. Xohlasa qarshi chempionatlarda o'ynaladi. Balasi ham 5 kilo 800 kilogram. Mana aka ukalar xo'roz nima deydi? Joning sog' bo'lsin, krassavchik.